Do'stlar, sabr razmiki va bu videoda nima qilishimizni o'zingizlar bilasizlar. Ko'rtirgan mana bu narsa nimaga o'zingizlar tushunmayotgan bo'lsanglar, mana bu chiziqcha ko'rsatgan narsa, mana shu narsa bu command bloki bo'ladi ko'rtirganlarda. Mana shu command bloki. Ko'rtirganda mana shu command bloki. Ko'rtirganda mana hozir yozuv o'chirib tashladim. Ko'rtirganda mana shu command blokini hozir funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda mana bunaqa matoq bor, bunaqa matoq bor. Imatda m bor. Qaranglar. Buni uchun qaranglar. Bu yoqqa 1 2 qilib ko'ramiz. Qaranglar. Endi bu matiga kirsak, hozir bu 1 2 chiqadi. Ko'rib keladi. Tez ko'zni ko'rmaydiganlar mana yaxshi ko'rdi. Agar buni hozir ko'rtirganlarda buni joyiga qaytarib qo'yamiz. Qaranglar. Hozir bu mana bunaqa command blokga ko'rtirganlarda qaranglar. Mana bunaqa qilsak, qaranglar bu yashilga aylanib qolar ekan. O'tdi. Bunaqa pushti rangga. Bo'pti, do'stlar, bunga tegmaymiz-da, o'zimiz videomizni davom ettiramiz. Ko'rib turganlarda mana menda shield, nezir, bronyalar bor. Va mana shunaqa matoqlar bor. Tak, hozir survivalga o'tamiz do'stlar, sizlar bilan birgalikda. Survival. Mana. Do'stlar, survivaldaman. Endi qaranglar. Buni hozir qaranglar, buni bossak nima bo'ladi qaranglar. Buni bossak bizlar botga teleport bo'lamiz. Command blokini g'andalini shuni o'ylashibdi. Mazar hozir teleport qilyapti. Hozir buni qo'yamiz-da. O'tirib turib bo'ldi. Buni qo'yib ketdik bo'ldi. Endi bizlar hozir qayerga borishimiz kerak deymi? Binoga borishimiz kerak. Bu yerda zombilar bilan binolar bor. Shuning uchun ham qurollar olgan yaxshi. Men bu bino zo'r deb o'ylayman. Bu bino zo'r deb tuyulyapti o'zimga. Xayolimda zo'r deydi. O kirish yo'li bor ekan bu yerda. Kiraylikcha girmashdi. Hammasi zo'r bo'lsa. O zo'r shekilli. Amashdi bo'laman. O bu yerda command blok bor ekan. Tak, bu yerda command blok bor, lekin biz command blokka tegmaymiz. O yozuv ko'rtirganlarda. O o'zlarga tegmaydigan aqli. Mashtama hozir uy quraymi ekan. Yo, bu shaharda uy qurgan yaxshi. Buni kim qo'yib ketdi? Bilmadim, buni kim qo'ydi. Lekin bu ovqat yeyish bo'lsa, bo'lsa, men bu jonim men bersa, anu ovqat yeyish qilib bundan bitta yeb olamiz. Salanaslar qo'yib ko'rtirganlarda men salanaslar bu ham jon. Ibotda juda ham ko'p monsterlar bor. Yerga kimlar o'sib ketishi mumkin? Dushmanlar ko'rasiz do'stlar, bu yerda dushmanlar yo'q-da. Yo'sa hozir bu yerdan deyarli o'ldirib ketishgan bo'lardi. Zombilar ko'rdim-da bu shaharda oldi. Bu yerda command blok bormi? Bu yerda command blok menga hozircha kerak. Mana tepaga chiqamiz-da, bu yerlarga ham kuzatish kerak bir. Kuzatmasa bo'lmaydi hamma. Hoppa, tashqi. Men tepaga chiqib oldim, tak do'stlar. Qoli borda bu yerda. Men bularni ham o'ldirsa bo'ladi, lekin bular menga dushman emas-da hozir. Tak do'stlar, hozir dushman bor joyga o'tgim kelmayapti, chunki bu uycha men qurganman. Bu qism bo'lmagan, bu uychani qurganim, shuning uchun shunchaki turibdi bu narsa. Buni hech kim hali ko'rmagan. Bo'pti do'stlar. Video shu joyda to'xtatib, men kreativ o'tib, men shu video shu joyda to'xtatib turib, zombilar xavfli bor joyga o'tib olaman hozir. Matni ko'rib kelib, bunaqa narsalar, bunaqalar ham bor. Hozir ham pauza qilaman. Ketdik do'stlar. Hozir yoqib borib kamerani yoqaman. Tak do'stlar, men xavfli zonaga ham kelib oldim amallab. Bo'pti, survivaldaman. Bo'pti, survival davom ettiramiz. Ko'rtirganlarda hozir shotga kelib oldim. Ko'rtirganlarda bu yerda shunaqa monsterlar bor. O'zi bular haqiqiy monster deb o'ylayman, lekin bulardan qo'rqaman. Tak, bularni otish kerakmi? Bu bittasi. Yarim emas, zombi, hatto zombi turibdi. Bitta mahluqlar ham bor. Tak do'stlar, bular snayperdan otamiz. Tak, buni kallasiga tekqizish. Namchi o'ldi. O'lmadi.
Tak do'stlar, bunga yaxshilab qaraylik. Mana. Tak do'stlar, bular snayper bilan o'ldirmoqchi emasman. Biza ko'p vaqt ketadi ularni snayperdan o'ldirishga. Qilish bilan o'ldirib qolib, pastga tushgan lekin sal duh etmayapti. Mana ular kira tushamiz. O'qlar. Telefon o'qloli. O'ldirish kerak. Ya bu yaşasın umru bo'lsin diye. Ulamanda qo'rqishadi. Kurtuglarda xuddi shunaqa xizmatda pingvina mana qo'rqadi kurtuglarda. Ham o'tiribdi hatto. Hammasi o'tiradi. Kanalga boraylik. Oh. Chili. Kurtuglar qo'rqadi. Bu yerda hozir zombilar bo'lish kerak. Nimagadir o'yin bug zombilar yo'q qoldi. Lekin bu vahshiy qo'rqinchli shaharda animasiyalar maxluqlar ancha hozircha ko'rinmayapti-da. Mana sizlarga aytgan maxluqlarim. Mana qo'rqish kerak degan funksiyalarimdan bittasi mana shu. Yo'q. Tashlab ketardi. Voy kallengi. Bu mashlar monsterlari. Klashni ishlatamiz. Chunki men bulardan qo'rqaman. Hatto hozir mana shunaqa kech tushotdi. Kechasi zombilar juda ko'payadi. Oppa, men bu qattada tunni o'tkazishim kerak. Butun mashina o'tadi do'stlar. O tepada mayoq bor ekan, lekin mayoq menga kerak emas. Men maqsadim bu yerda yashab qolish, kiraat olamiz va ketdi. Uxlatni o'tkazib oldim. Обязательно bu yerda tunni o'tkazish kerak, yoksa sizlar dabdalilar chiqadi. Voy. Yine. O'tib mana bu yerda o shakerlar bor ekan. Shakerlar menga nima kerak? Lekin o'tama hozir yashab qolishim kerak. Chunki bu yerda kurtuglarda tepaliklar ko'maydi. Sizlarga o'tmas. Albatta dumalar ketgan. Kurtuglar bu yerda qo'rqinchli narsalar ham bor faqat. Tumanokki. Atga kirib yotdi. Xavfli joyda yozib qo'yibdi. Yo'q, nima deb yozib qo'ygan, lekin yo'q kirib bo'lmaydi. Chunki u yerda yozuv bor. Kiraychi ichkariga. Marhamat, keraksiz menga. Yo'q, kirib olarkan. Nima? Nima? Bular aslan. Masang. Oldu bir. Konuşurken ne kadar la odama masang. Cello. İpingeyi. Tuş do'stlar, hozir mana shu tushotsa. Do'stlar, bu yoqqa o'tib oldim amalda. Bu qotib qolibdi, mayli. Jesli qayoqqa ketyapti? Bu yoqqa bormagan yaxshi. Tempozli yo'l, lekin qorong'u tunnellarga kirib kelmayapti. Bu da funksional buyruqlar bloki. Bakın ikincisi bu buyruqlar bloki. Bu yer olsundirsin. Şarken. Mana de yozilgan yer bor, ustiga narsa yozilgan.
Yürü koyup olmasın boşqa qaytadi. Mayli suvga tushamiz. Suvda piranyalar yo'q. Bular nimaga behuy bo'lmayapti? Mana ko'rto'galarda mana bu funkisi dahshatlisini. Bular вообще vahşi. Bular vahşi mi? Niye bunu oldu? Peki koy bo'lmayapti bu. Yashab qo'yamay kerak. Oldin do'stlar o'zimga baza qurishim kerak. Baza uchun joy topish kerak do'stlar mana shaharda. Shahar tashqarisiga qursamki, yo bo'tki yana kelib tozalab yurish kerak. Tak ochib borda cho'kka bu blok topamiz ketganda. Qurollarni ayirish kerak, barma qo'lga yurib bo'lsa. Shahar chiqish joyi yo'q, mana shahardan chiqmayman. Yo'dek shahar ham yaxshi, lekin yo'dek shaharga borgim yo'q negadir. Butun mahluqlar bo'lish kerak bo'ldi. Shu mahluqlarni butun tozalab yurmoqchiman men. Ko'rib turgan edim, hozir mahluqlarni tozalashim kerak mana shularni. Hoppa, eshikka ochiq ekan. Tak, tugmalar. Nazar boqsin, ishqilib bir bola ular bo'ldi ishqilib. Tushmadim. O'ynasindir tushdim shunchaki. Shuni ikkitasidan birinchi qo'ysamki. Yo'q, o'zim qiyin kelmayapti bo'pti. Turgan mashitda fonkislar jonga keldi. Bo'pti, menda mashina bor. Kechasi qo'yib yuraman. Bu вообще qo'rqinchli bo'lib ketdi burga sarkarsiz yoshlar. Oldi boshda bu qo'rqinchlisiz bo'lar ekan internetda. Keyin ko'rishimgacha вообще qo'rqinchli bo'lib ketar ekan. Lekin men bu sekin yuribman. Pingvinni o'ldirsam nima bo'ladi? Buni o'ldirsa bo'ladimi? Peshonasiga bo'ladimi bo'ldi? Sniper bilmayman, maskamda. Qurollar ham bor ularni o'ldirishga. Qurollar hozircha asrayman. Bo'pti do'stlar, men bu yerda hozir uy qurishni joy qidiraman va uyni qurib bo'lish kerak. Yoki mashdagi uylar, bu yerda McDonald's bor ekan. McDonald'sga kirib kelmayapti. Tak, nima? Tak do'stlar, hozir matlar tekshirish kerak. Bu ham yomon. Do'stlar, hozir men video shu joyda tugatib, rasmiy